Buxoro viloyatida hozirda jami 187,1 gektar yer maydonda 37 ta kichik sanoat zonalari hamda 13 ta yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari faoliyat yuritmoqda. O'tgan davr mobaynida 26,9 gektar maydonda loyiha qiymati 351,4 milliard so'mlik jami 132 ta loyihalar ishga tushirilishi natijasida 2000 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. G'ijduvon tumani misolida aytadigan bo'lsak, tumandagi 4 ta sanoat zonasida ishlab chiqarish va yangi ish o'rinlarini yanada oshirish borasida ishlar yuqori natijalar bermoqda. Sanoat zonamizda o'zida nafaqat Buxoroda, balkim O'zbekiston bo'yicha gofra mahsulotlarimiz, oyoq kiyim mahsulotlarimiz, xo'jalik uchun ishlatiladigan plastmassa idishlarimiz, shlang mahsulotlari va boshqa turdagi mahsulotlarimiz yetkazilyapti. Hozirda har bir korxonamizda 15-20 ga yaqin o'sha ishchi xodimlarimiz ishlab kelishyapti. Kichik sanoat zonasida 20 sotix yer maydoni ajratilgach, loyiha qiymati 1,5 milliard so'm bo'lgan tikuvchilik korxonasi faoliyat boshlagan edi. Joriy yilda talabdan kelib chiqib taklif etilayotgan xizmat turlari ham kengaydi. 20 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, Abdulla Qahhor kichik sanoat zonasida 2 milliard so'm investitsiya kiritib, gofro qutilar ishlab chiqarish loyihasini ishga tushirgan tadbirkor ikkinchi bosqichda 1,5 milliard so'mlik texnologiyalarni o'rnatdi va qo'shimcha 10 nafar aholi bandligini ta'minlamoqda. Qiymati 6,8 milliard so'm bo'lgan poyabzal ishlab chiqarish loyihasi ham anchagina istiqbolli tashabbuslardan biri bo'ldi. Korxona nafaqat mahalliy, balki xorij bozorlaridan o'z xaridorlarini topib ulgurdi. Yangi dastgohlar olib kelingach, ishchilar soni 30 nafarga yaqinlashdi. Hurmatli prezidentimizning Buxoro viloyatiga tashriflari davomida sanoat zonalari, yirik loyihalarni infratuzilma bilan ta'minlash uchun jami 200 milliard so'm mablag' ajratib berildi. Shundan 20 milliard so'mi kichik sanoat zonalarining infratuzilmasini rivojlantirish uchun yo'naltirildi. Eng quvonarlisi, hurmatli prezidentimiz tomonidan kichik sanoat zonasi hududidagi yerlarni xususiylashtirishga va bino inshootlarini xususiylashtirishga ruxsat berildi. Bundan tashqari har bir hududda 20 gektardan yangi sanoat zonalari tashkil etilib, bu yer maydonlari to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlarimizga ajratishga ruxsat berildi. Bu juda katta imkoniyat Buxoro uchun. Prezident topshirig'i asosida joriy yilda Buxoro viloyatida qo'shimcha 263,4 gektar yer maydonida 13 ta yangi kichik sanoat zonalari tashkil etiladi. Mazkur kichik sanoat zonalarida 2025-2026 yillarda loyihalarning umumiy qiymati 3,2 trillion so'mlik 451 dan ortiq tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish va 11800 taga yaqin ish o'rinlarini yaratilishi rejalashtirilgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.